Akajonimning to'ylari juda ham dabdaba bilan o'tdi. To'yxonaga akam bilan kelinoyim kirib kelishayotganda ko'zlarimga yosh keldi. 3 yil avval bo'lib o'tgan to'yim esimga tushib ketdi. Biz rasmga tushgani sahnaga chiqdik. Ochig'i, kelinoyimning qarashlari menga umuman yoqmadi. Ko'rinishi juda ham sovuq edi. Lekin bip-binoyidek o'tirardi. To'y tugadi. Yor-yorlar bilan uyga olib keldik. Xullas, hamma urf-odatlar ado etildi. Men shu kuni qoladigan bo'ldim. Hovlimiz katta, xonalarimiz ko'p. Men, akam va oyim yashar edik. Men turmushga chiqib ketganimdan keyin onam bilan akam yolg'iz qolib ketishdi. Endi esa ko'nglim to'q. Uyga kelin keldi. Erta tongda qarasam, yonimda qizim yo'q. Hovlidadir deb yuvinib hovliga chiqdim. Qo'ni-qo'shnilar, kelin salom bo'lardi. Odamlar orasida qizimni qidirdim, ammo ko'rinmadi. Onamning yonlariga borib, "Kamolani ko'rmadingizmi, oyijon?" deb so'radim. Onam, "Yo'q hali, xonangdan chiqmadi. Men azonda turgandim. Hali beri qizing sizlar uxlagan xonangdan chiqmadi", dedilar. Shosha-pisha har bir xonani burchak-burchagigacha tekshirdim. Qizim yo'q edi. Mahallaga chiqib qo'ni-qo'shnilardan so'ramagan, surishtirmagan odamim qolmadi. Hech kim Kamolani ko'rmagan. Erimga yig'lab telefon qildim. Bir guruh militsiya xodimlari bilan yetib kelishdi. Qidiruvga berishdi. Oradan 15 kun o'tsa ham qizim topilmadi. 2 yoshli qizimni juda ham sog'inib ado bo'ldim. Onamning uyiga bordim. Darvoza ochiq ekan. Ichkaridan qo'shnimizning, "Nahotki Zulayxoxon, ertalab Davron o'g'lim sizlarnikiga chiqib ketganda, hali qaytmadi", deb kelinimizga gapirardi. Kelinimiz esa ensasini qotirib, "Bilmasam, sal turib chiqib ketgandi", dedi. Salomlashib ichkariga kirdim. Qo'shnimiz xavotirlanib so'rashib, ertalab kelinimiz chaqirgani uchun o'g'li Davron bizning xonadonga kirib, qaytib chiqmaganini aytdi. Men ham hijolat bo'lib, qaytib qolar, ko'chada bolalar bilan o'ynab yurgandir-da, dedim. Qo'shnimiz, "Mayli, uzr, bezovta qildim", deb chiqib ketdi. Kelinimiz bilan so'rashib, "Oyim qanilar?" deb so'radim. "Voy, hazillashyapsizmi, opajon? Axir oyijon kechadan avvalgi kuni sizlarnikiga ketgan edi-ku", deb menga tikilib qaradi. Tushunmadim. "Oyim kelmadi-ku biznikiga. Yo'qsa kelmasdim-ku bu yerga", deb xavotirlana boshladim. Akamga telefon qildim. Yetib keldilar. Hamma qo'ni-qo'shni, tanish-bilish, qavmi-qarindoshlarga birma-bir telefon qilib surishtirdik. Hech kimnikiga bormaganlar. Yuragimga g'ulg'ula bo'lib, vahimaga tushib qoldim. Akam shoshib, "Men militsiyaga boraman, sen uyda o'tir", deb chiqib ketdilar. Negadir kelinimiz bexavotir ishlarini qilib yurardi. Men uni kuzatib o'tirdim. Hattoki yonimga kelib bir og'iz oyimni so'ramadi. Qizimni ham. Unga nisbatan ko'nglimda shubha uyg'ondi. Nahotki shuncha ishlarni boshida kelinimiz turgan bo'lsa-ya? 2 hafta ichida 3 ta inson izsiz yo'qoldi. Kelinimiz esa... Men uni obdan kuzatdim. Yonimga kelib, "Opajon, ketasizmi?" deb so'radi. Men qotib qoldim. "Nega endi? Men sizga xalaqit beryapmanmi? Bugun shu yerda qolaman", deb ichkariga kirib ketdim. Uyga kirib uni parda orqasidan kuzatdim. Men kirib ketgan xonaga shunchalik ham yomon o'qrayib qarab turardiki, o'tinmay yerto'laga kirib chiqib ketardi. U xonasiga kirib ketdi. Men esa bundan foydalanib tezlik bilan yerto'laga kirib oldim. U to'la qop-qorong'u edi. Fonar olganda tepaga chiqmoqchi edim. Men tomonga kelinimiz kelardi. Qo'lida pichoq bilan. Darhol bekinib oldim. U pastga tushib fonarni yoqdi-da, katta temir idishni ochib, lablarini chopillatib, tillarini o'ynatib, lablarini yalab, tez-tez nafas olib, bir xunuk tirjayardi-da, idish ichiga qo'lini tiqib, kesilgan qo'lni olib chiqdi. Dadam nikoh kechasida onamning qo'llariga taqqan nikoh uzukli qo'l edi. Bir soniyaga nafasim to'xtab qoldi. Ko'zlarim qizarib achchiq yoshga to'ldi. Qo'rquvdan dag'-dag' titrab, joyimdan
qimirlay olmay qoldim. U esa bamayli xotir o'tkir pichoqlar bilan kesilgan qo'lni maydalab, barmoqlarini alohida kesib, qitirlatib yeya boshladi. Qon bilan ketgan barmoqlarini yalab, idishni yopib xotirjam bo'lib chiqib ketdi. Men bir pas joyimda o'tirdim-da, tepaga chiqishga haddim sig'masdi. Shu paytda "Opajon" degan ovoz eshitildi. Cho'chib ketdim. "Opa" dedi yana. Ey Xudoyim, agar u meni bu yerdaligimni bilsa, nima ishlar qilib yurganini ko'rganimni, xabar topganimni bilsa, meni ham o'ldiradi-ku, deb tepaga chiqaman u qochaman deb o'yladim. Zinadan tepaga ko'tarildim. Hovlida kelin yo'q. Uning xonasida chiroqlar yoniq ekan. U xonasida ekan. Men tezroq bu yerdan qochib chiqay deb zinadan ko'tarilishimni bilaman. Shu payt boshimga urilgan qattiq zarbadan pastga yiqilib tushdim. Anqillab tepaga qarasam, kelinimiz. Nima, o'lging kelib qoldimi? Yoki seni ham onang bilan qizingni oldiga yuboraymi? Attang, sal ertaroq bilib qolganingda seni ham 4-5 kunda chaqirib olib, akangni u bu joyga jo'natib, qaynoqqina qonlaringdan ichmoqchi edim. Qara, omading bor ekan. Bugunchalik senga tegmayman. Bugun sen qop-qorong'i yer to'lada yotasan, deb ustimga sakrab chiqib, qo'l oyoqlarimni boylab qo'ydi. Kuchim yetmasdi. Dodlab baqirdim. Qo'ldagi ro'molchasini burnimga tutishi bilan boshqa hech nima esimga qolmadi. Sal turib qulog'imga chalingan ovozlardan ingrab ko'zimni ochdim. Men qop-qorong'i xonada edim. Negadir qo'l oyoqlarim bilan stolga bo'ylangan edim. Akam bilan erim hovlida gaplashishar edi. Xursand bo'lib ketdim. Qanchalik urinmay qo'limni yecha olmasdim. Qimirlay ham olmasdim. Erim bugun bu yerga kelib, u uyga qaytmaganimni, rosta telefon qilsa ham ko'tarmayotganimni aytib, xavotirlanardilar. Shu payt kelinimizning ovozi eshitildi. Siz Oyijonni qidirgani ketganingizdan so'ng, opajon ham sal o'tmay chiqib ketdilar. Men Xudodan yordam so'rardim. Tinmay shu odamxo'rning jangaldan qutulishni yig'lab, yolvorib so'rardim. Bog'langan stoldan qimirlab yerga gursillab yiqildim. Og'zimga yopishtirilgan skochni bir amallab chiqarib, "Aka" deb bor ovozimda baqirdim. Yig'lardim. Meni eshitishyaptimikan? Suv bo'lib ketgan terga botib ketdim. Qattiq qo'rqqanimdan albatta. Shu payt men tomonga qarab kelayotib, qadamlardan xursand bo'lib ketdim. "Aka, akam" deb ko'zlarimni mo'ltiratib meni qutqarishni kutardim. Fonar tutildi yuzimga. Yorug'dan men ko'zlarimni olib qochdim. Shu payt yuzimdan qisib ushlangan qo'l va qulog'imga pichirlangan tovushdan telba bo'lib qolay dedim. Ular ketishdi. Sizni qidirishgani. Endi ikkalamiz yolg'izmiz, opajon. Balki birinchi bo'lib o'tkir pichog'imdan bahramand bo'larsiz. Vaqt tig'iz, ular qaytib qolishi mumkin, deb chap qo'limni pichog'i bilan kesib yubordi. Qon otilib oqardi kesilgan joydan. Men yo'q deb boshlarimni qimirlatardim. Og'riqdan emas, o'lishimdan qo'rqardim. Nazarimda uning ikkita tishlari uzun edi. Xuddi vampirlarnikidek. U tillarini chiqarib, lablarini yalab, tishlab bo'ynimga qaradi. U menimcha bo'ynimdan tishlamoqchi edi deb o'ylashim bilan bo'ynimdan g'archillatib tishladi. Umrimda bunaqa og'riqni tatib ko'rmagandim. Holsizlanib qoldim. U bo'ynimdan qonimni simirib ichardi, keyin og'zini bo'ynimdan oldi. Boshim aylanardi. Bundan keyingi og'riqli azoblarni o'ylashni o'zi qo'rqinchli edi. Bundan-da battar og'riq. Go'sht ezadigan chopqi bilan oyoqlarimni, barmoqlariga birin-ketin urganda boshlandi. U xoxolab kulardi. "Bo'ldi, o'ldir, azob berma" deb yalindim. Jonim azobda edi. Butun badanimdan olov chiqardi. O'limimga ham rozi edim. "Joning toshdanmi deyman? O'lmayapsan. Qizing yo'qolgan kecha esingdami? Hammang mazza qilib uxlab yotganding. O'sha kuni men yurganimni hech kim sezmadi ham. Qizing bag'ringda ekan. Uni olib chiqqanimni sen ham sezmading. Qizingni boshiga selofan kiydirib bo'g'ib o'ldirdim.
Qizing judayam yumshoqqina, qonlari shirin ekan, deb menga irshaydi qon og'zi bilan. Nafratim oshdi. Xudoyim jazoingni bersin. Seni go'shtingni itlar yesin deb baqirib, arqondan qo'llarimni chiqarmoqchi bo'lib, uni o'zim o'ldirmoqchi bo'ldim. Afsus yecha olmadim. "O, it emgan maraz, to'xta", deb kimdir kelinimizni orqasidan jahl bilan o'dag'aylab gapirdi. Xudoga shukrlar qildim. Ko'zlarimdan duv-duv bo'lib yoshlar oqa boshladi. Bu mening akajonim edi. U ham shubhalangan ekan xotinidan. Kelinimiz Zulayho shundoq orqasiga o'girilib, "Keting, men hozir o'zimga javob bera olmayman. Sizni yaxshi ko'raman. Sizga bironkor hol bo'lishni xohlamayman. Men qon ichib turmasam kasal bo'lib qolaman", deb chiyilib baqirardi. Akam esa, "Sen hali qonun oldida javob berishing kerak. Men oilamdan tashqari nechta insonlarning umriga zomin bo'lgansan", dedi. Zulayho mushukdek muloyim bo'lib, akamni oldiga sekin yig'lab, kechirim so'rab yaqinlasha boshladi. Shu payt uni chap qo'lida o'tkir uchli pichog'ini ko'rib qoldim. "Aka, uning qo'lida pichog'i bor, ehtiyot bo'ling", deb yig'lab, baqirib ogohlantirdim. Zulayho akamga tashlandi. Hiq degan tovushdan Zulayho yerga yiqildi. "Ah", deb qornini ushlardi. Akam o'zini himoya qilaman deb Zulayxoni qo'lini qayirib, pichoqni qorniga bilmay tiqib qo'yibdi. Zulayxoning shu yerni o'zida joni uzildi. Akam sud qilindi va beayb deb ozod qilindi. Bu o'tib ketgan kunlarni eslasam, haligacha butun badanim seskanib ketadi va qizalog'im, onajonim uchun yum-yum qilib achchiq ko'z yosh to'kaman.